Payg'ambarimiz Quboda dushanba, seshanba, chorshanba, payshanba turdi. Juma kuni kunduzi Madina Munavvaraga qarab kirishlikni boshladi. Yo'lda ketayotganida payg'ambarimiz Qubo bilan Madina o'rtasidagi Banu Salim ibn Avf yeriga yetganida juma namozi vaqti bo'ldi. Payg'ambarimiz shu yerda turib juma namozini o'qidi va birinchi islomdagi xutbani, juma xutbasini shu yerda o'qidi. Bungacha musulmonlar juma namozini o'qirdi. Birinchi bo'lib Asad ibn Zurora roziyallohu anhu o'zining hovlisida 40 ta odam bilan juma namozini o'qishgan edi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam Madinaga kirdi. Har bitta mahallani sayyidlari yo Rasululloh deb tuyasini ushashardi. Bizni mahallaga yuring. Bizni adadimiz ham ko'p, biz urug'imiz. Tayyorgarligimiz ham zo'r, uylarimiz ham keng. Biz sizni himoya qilamiz, bizni mahallamizga yuring. Kimni o'zini mahallasiga qo'shni qilishni xohlayapti? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, tuyani o'zini holiga qo'yinglar. U buyurilgan dedilar. Ya'ni qayerga borib to'xtashlikni Alloh taolo buyurgan bu tuyaga dedi. Tuyani o'zini holiga qo'yishdi. Tuya ketib borardi. Bir qavmning mahallasiga yursa, hali mahalladagilar xursandchilikka sig'mas edi. Bizning mahallaga to'xtay deb tursa, tuya to'xtab o'tib ketardi. Haligilar ko'ngli shovi bir noqulay havoga tushib qolsa, narigi mahalladagilar xursand bo'lardi. Ha, o'tib ketdi, xudoga shukr, biz mahalla keladi. Tuya yurdi hamda Banu Najjar yerga borib, Abu Ayyub Ansoriyning hovlisining ro'parasidagi bir bo'sh yerga kelib cho'kdi. Rasululloh bu yer kimniki deb so'radi. Ikkita yetim bolaniki dedi. Ana shu ikkita yetim bolani valiylarini payg'ambarimiz chaqirtirib kelib, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yer kimniki deb so'raganida, ular ikkita yetim bolaniki deyishdi. Rasululloh ulardan yerni sotib olmoqchi ekanligini aytganida, sizga bu hadiya dedi. Payg'ambarimiz unamadilar. Ya'ni ma'lum bir miqdor evasiga sotib oldi. Va mana shu joyda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'zining Masjidul Nabaviyasini qurishlikni buyurdi. Yer yuzida eng pokiza masjid Masjidul Harom bo'lsa, undan keyingi eng pokiza ulug' joy bu Masjidul Nabaviy. Nimasi bilan buyuk bu masjid? Imoratini chiroyliligi bilan, konditsionerning ko'pligi bilan emas. Ana shu masjidni joyini Alloh o'zi tanlab berganligi uchun buyuk. Musulmon odam ziyorat qiladigan joy 3 ta. Masjidul Harom, Masjidul Nabaviy, Masjidul Aqso. Demak, Masjidul Nabaviy yerini Alloh subhanahu va taolo o'zi ixtiyor qilib berdi. Shuning uchun bu masjid muqaddas hisoblanadi.